Joriy yilning 1-aprel kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 2-apreldagi qarori bilan tasdiqlangan ichki ishlar organlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish konsepsiyasi, Ichki ishlar vazirligi hamda viloyat Ichki ishlar boshqarmasining tegishli farmoyishlari ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat ichki ishlar organlarida xalqimizning xavfsizligi, tinchligi va osoyishtaligini saqlash eng ustuvor vazifamiz shiori ostida joriy yilning 1-aprel kunidan 30-aprel kuniga qadar ma'naviyat oyligi doirasida viloyat ma'naviyat va ma'rifat bo'limi bilan hamkorlikda o'tkazilishi ko'zda tutilgan tadbirlar dasturini imzolashga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Tadbirda viloyat ichki ishlar boshqarma boshlig'i o'rinbosari, ma'naviy-ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati boshlig'i Sherzod Shadiyev, viloyat ma'naviyat va ma'rifat bo'limi boshlig'i Nargiza Rahmatullayeva, viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limlari shaxsiy tarkibi videoselektor tarzida ishtirok etishdi. Imzolangan dasturga ko'ra ma'naviyat oyligini o'tkazishning asosiy maqsad-vazifalari ichki ishlar organlari xodimlarining ma'naviy-ma'rifiy salohiyati, umumiy dunyoqarashi, siyosiy ongi, ma'naviy qiyofasini yuksaltirish, ularda vatanparvarlik, g'urur, iftixor, kasbiga nisbatan sadoqat va mas'uliyat hislarini mustahkamlash, ichki ishlar organlari xodimlarini har qanday sharoitda davlat va xalq manfaatlariga xizmat qiladigan, milliy qadriyatlarga sodiq, umuminsoniy qadriyatlarga tayanadigan, yot va buzg'unchi g'oyalarga murosasiz kurashuvchi, iymon-e'tiqodli va irodasi mustahkam, ma'naviyatli, fidoyi, ajdodlarimiz va mardlik ko'rsatib halok bo'lgan xodimlarning bebaho merosiga tayanib yashaydigan barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, ular qalbida davlat va xalqimizning xavfsizligini ta'minlashda shaxsiy daxldorlik hamda yuqori mas'uliyat hissini qaror toptirish maqsadida qilinganligi qayd etildi. Shuningdek, ma'naviyat oyligini samarali o'tkazish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqilishi, shaxsiy tarkibning ma'naviy bilim saviyasini oshirishga qaratilgan vazifalar, oylik doirasida turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar, ma'naviyat marshrути bo'yicha diqqatga sazovor joylarga tashriflarni tashkil etilishi belgilab olindi.